Agar bir kuni kechda uxlab atdaganda uyg'ongan vaqtimizda o'zimizni nihoyatda go'zal bir bog'chaning ichida ko'rsak, bu ahvolda bizning tunji qilib qildigan ishimiz nima ish bo'ladi? Albatta, bu yerga qandoq kelib qoldik? Bizni bu yerga kim keldi? Bu yerdagi bizning vazifamiz nima? Bu savollar haqida o'ylanish va uning javobini izlash bo'ladi. Aksicha bu savollar haqida hech o'ylanmasdan, bevosita bog'chaning ichidagi tatliq mevalardan, huzur halovatlardan foydalanishga tushib ketsak, bu ish harakatimiz yeb ichishdan boshqa g'ami yo'q hayvondan farqsiz bo'ladi. Dal shuningga o'xshash biz insoniyat tug'ilib ko'zimizni ochgan vaqtida o'zimizni bu yer sharida ko'rdik. Bunday ahvolda bizning tunji qilib qilishga tegishli ishimiz nima ish bo'lishi kerak? Albatta, bizni bu yer shariga kim akeldi? Bu yerga akelishdagi sabab nima? Bizning bu yer sharida mavjud bo'lishimizdagi g'oya nima? Bu savollar haqida o'ylanish va bu savollarning javobini tepish bizning birinchi jiddiy qilishga tegishli ishimiz bo'lishi kerak. Aksicha bu haqda hech o'ylanmasdan bevosita dunyo manfaatlaridan foydalanishga tushib ketsak, bu ish harakatimizning ichishdan boshqani bilmaydigan hayvonlarning ish harakatidan hech farqi bo'lmaydi. Biz dunyo qarab tafakkur qilganimizda dunyodagi narsalarning bizga bir narsa deyotganligini, bizga bir narsani ko'rsatayotganligini his qilamiz. Dunyodagi bu xil mukammallik hargizmi behuda, vazifasiz yaratilgan emas. Dunyodagi eng oddiy narsalarmi, eng ilg'or texnikalar bilan o'xshatib yasalib bo'lmaydigan darajada mukammal va o'lchamlik yaratilgan. Kunimizda dunyo haqiqatan taraqqiy qildi, ammo cheklik doiradan halqa olmadi. Chunki o'sha ilg'or texnikalar ko'z oldimizdagi havo, tuproq va suvdan paydo bo'lgan oddiy narsalarni texi maydonga keltirmadi. Dunyodagi eng chong bilim odamlarimi aqlsiz hasharat ishlab chiqargan narsani texi maydonga keltirmadi. Biz koinot qarab teximi cho'nqur tafakkur qilganimizda biz foydalanayotgan tatliq suvining yomg'ir orqali yerga tushib, bir qismining bizning va boshqa hayvonlarning foydalanishi uchun yerning yuzida qilib, yana bir qismining yerning ostiga kirib, yana pokiz shaklda bir yerga to'planib, insonlarning foydalanishi uchun tayyorlanganligini ko'ramiz. Chaqmoq qarab tafakkur qilganimizda va izlanganimizda insoniyatning hayotlik uchun intayin muhim bo'lgan azot elementining chaqmoq orqali tuproqqa qo'shilganligini bayqaymiz. Tog'lar qarab tafakkur qilganimizda insoniyat uchun foydali bo'lgan ko'mir va tumirga o'xshash boyliqlarning tog'larga ko'milib yotganligini, shuning bilan birga tog'ning yer yuzini yerning ostidagi tarvashdan saqlab turadigan qo'zuqliq vazifasini o'taganligini ko'ramiz. O'simlik va yog'ochlar qarab o'ylanganimizda insonlarning nimaga amroqligini, nimani xohlaydiganligini bilmaydigan bu jonsiz narsalarning insonlar eng amroq, eng xohlaydigan narsalarni bizga sunganligini ko'ramiz. Oxirida o'zimizning badan qarab tafakkur qilib qoladigan bo'lsak, odam badani go'sht, sumak va qondan iborat oddiy narsalardan yaratilgan bo'lsa-mu, ilg'or texnikalar, sifatlik materiallar bilan yasalgan robotlarga selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada mukammal va inchik yaratilganligini ko'ramiz. Bularga o'xshash koinotdagi minglarcha narsalarda cheksiz kuch, cheksiz ilm va cheksiz san'atning namoyon qilganligi va u narsalarning hech qaysining behuda yaratilmaganligi va uning hammasining o'ziga xos vazifasining borligi bizni o'ylanishga va koinotdagi barliq narsalarni paydo qilgan bir cheksiz kuchning borligiga va uni tepishga va uni tunishga va u cheksiz kuchning bizdan nimani talab qilganligini bilishga undaydi. Chunki koinotdagi barliq narsalar odamni o'ylantiradigan, tafakkur qilishga undaydigan darajada mukammal yaratilish bilan birga insonni izlanishchan, tafakkur qilishga hirisman shaklda yaratilgan. Masalan, oddiysi bir oshxonaga yoki iqiyotgan bir do'konga kirsak, darhol o'ylanib, bu do'konning savdosining qanday qilib mushundaq yaxshilanganligi, kundan necha pul topqili bo'lganligi haqida hisoblashga tushamiz. Ammo mushundaq o'ylanishchan, izlanishchan insonning izlanishga tegishli eng muhim va jiddiy bo'lgan men nerdan keldim, meni kim bu yerga akeldi, men nega boraman, bu dunyodagi vazifam, majburiyatim, g'oyam nima degan bu savollarda o'ylanmasligi intayin aqlsizlarcha bir ish. Masalan, siz o'zingizni bir aeroplan ichida deb tasavvur qiling. Siz aeroplanning o'tir qismida o'tiryapsiz. Bu aeroplanda har 60 minutda bir odam yerga tashlanyapti. Yangidan yo'lovchilar chiqyapti. Yerga tashlanish navbati sizga qarab kelyapti. Bundaq jiddiy ahvolda men nima ish qilishim kerak? Yerga tashlanayotgan kishilar nega ketyapti? Navbat ma'ma qarab kelyapti deb o'ylanish va uning javobini izlash uchun harakat qilish normal aqlning taqozosi. Dal mushundaq paytda bir odam sizning qarshingizga kelib, bu haqda o'ylanmay, oldingdagi tablodan o'yin o'yna, ko'nglingni och, biz senga talab qilgan tomoqlarning hammani akab beramiz desa, siz bu odamning chiroyiga qaramasligingiz mumkin. Chunki sizning oldingizda jiddiy hal qilishga tegishli, o'ylashga tegishli, qilishga tegishli muhim ish bor. Biz yashayotgan bu dunyo dal tez sur'atda ketayotgan aeroplanga o'xshaydi. Biz tug'ilib ko'zimizni ochdik, o'zimizni bu yer shari aeroplanida ko'rdik. Bu aeroplanda har 60 minutda 110
millionlagan odam yerga tashlanyotidi. Yangidan bovoqlar kelyotidi. Ammo ko'p qismimiz bu ahvollarga jiddiy qaramasdan, o'ylanmasdan, uning uchun harakat qilmasdan, dunyodagi kayf safa, oyga chiqmas datalash va o'tkinchi dunyoning manfaatining keyindan qo'g'lashib, o'zimizning tez sur'atda ketayotgan yer shari aeroplanida ekanligimizni his qilmayotimiz. Bu ahvolning mohiyatini, xarakterini tushundiganlarmi bu ahvolga jiddiy qaramay, uningga tayyorlik qilmay, uningga harakat qilmay, buni ikkinchi yoki uchinchi o'ringa qo'yayotadi. Afsuslanarli, biz bu vaqtliq turadigan dunyo aeroplanida rahat ko'rish uchun, huzur halovati yashash uchun necha kechalarni uyqusiz qoldik, ammo pat yaqinda boradigan abadiy, mangu yashaydigan asli ona vatanimiz bo'lgan oxirat hayoti uchun dexa bir kechimi uyqusiz qolib boqmadik. Oxirat hayotida bizni nimalar kutyotidi? Mangulik azobmi yoki mangulik huzur halovatmi? Mangulik huzur halovatga erishish uchun biz nima ishlarni qilishimiz kerak? Hozir qadar nima ishlarni qildik? Afsus, taxa bu savollar bizning uyqumizni qochirmadi. Chunki biz nafsimizni aqlimizning oldida qo'yib olgachqa, havoyi havaslarimiz tafakkur tumurimizni to'sib qo'ymoqda. Shunga biz vaqtliq o'tkinchi dunyodagi xushallikqa ahamiyat berganchilik, cheksiz mangulik hayotdagi xushallikqa ahamiyat bermayotimiz. To'g'ri, atrofimizda nurg'unlagan insonlar dunyodagi o'zining mavjudlik haqida o'ylanmasdan yeb ichib huzur halovati kulib yashamoqda. Oxirat hayoti uchun badal to'layotganlar, nafsidan voz kechayotganlar xuddi yashashni bilmaydigandek, o'zini bekor qiynayotgandek yolg'iz va g'arib his qilmoqda. Bu kishilar xuddi 2 ga 2 ni qo'shib 5 deb o'gitilgan sinfdagi o'quvchilar ichida, garchi yolg'iz qolsa-mu, chatga qilsa-mu, o'qituvchisi, maktab mudiri, hatto butun dunyodagi kishilar 2 ga 2 ni qo'shib 5 deb qaragan taqdirdami, yo'q 2 ga 2 ni qo'shib 4 deb haqiqatda mustahkam turgan o'quvchiga o'xshaydi. Chunki haqiqat butun dunyodagi kishilar uningga ahamiyat bermasimi, uningga agashmasimi, uni qilmasimi hamon haqiqat. Mayli dunyo manfaatini ko'zlab yashaganlar bo'lsin yoki dunyodagi o'zining mavjud bo'lish g'oyasini bilib, shu g'oyasini birinchi o'rin qo'yib yashaganlar bo'lsin, hammamiz o'limdan iborat bir haqiqatdan qochib qutulmaymiz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'limning ta'mini tetiydi. Dunyodagi mavjudlik g'oyasini bilib, shuni birinchi o'rin qo'yib yashaganlar ularga farishtalar kelib, "Salamun alaykum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Sizlarga omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Dunyoda tatgan jafoyinglar, voz kechgan nafsinglar, ado qilgan vazifanglar tufayli sizlar jannatga kiringlar deydi. Ammo dunyodagi vaqtliq o'tkinchi manfaatga aldinib, mol dunyo, shuhrat va shahvatning keyinda yurib, yaratquchini tunamagan, o'zining dunyodagi mavjudlik va yaratilish g'oyasini bilmagan kishilar Allohdan keladigan azobni kutib turadi. Ular Allohdan kelgan dahshatli azobni ko'rganda, "Law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Agar men dunyoga bir qatim qayta olgan bo'lsam, yolg'iz qolsammi, chatga qilsammi, hatto o'lsammi, faqat Allohga itoat qilib, muhsinlardan, ya'ni yaxshi kishilardan bo'lardim deydi. Hammamiz o'zimizdan so'rab boqaylik. Bizning bu dunyodagi mavjud bo'lish g'oyamiz nima? Biz nima uchun yaratilgan? Shu yaratilgan vazifamizdan qanchalik ado qilyapmiz? Shu g'oyamizni qanchinchi o'ringa qo'yyapmiz? Hozir qadar oxirat hayotimiz uchun nima ishlarni qildik? Ilgirki 24 soat vaqtimizni o'ylab boqaylik. O'lgandan keyin boradigan oxirat hayotimiz uchun nima ishlarni qildik? Biz nima qarab ketyapmiz? Biz muhim bilgan ishlar haqiqatan muhim ishmi yoki biz muhim ishni unutib, vaqtliq dunyo manfaatiga bog'langan ishlarni eng muhim deb bilyapmiz? O'zimizdan so'rab boqaylik.